boshim. Men qo'taman. Ey, Sardor, biz samolyotga edik, nima bo'ldi? Samolyot kecha qulab tushdi. Nima rostdan ha? Biz qayerdamiz? Kimsasiz orolda. Nima? Ostonami? Xullas, tezroq yur, ko'raylikchi. Ku, lekin ishini qanday ochaman? Suvga sakraver. Mayli, lekin boshqa odamlar yo'qmi? Yo'q dedi. Bu odamniki yo'llasi. Suvga sakraver. Bu orol ekanku. Bitta hayvonlar ham bor ekan, daraxtlar ham. Tezroq chiqasanmi? Hozir chiqaman. Ustingizga kiyim almashtirib oldingizmi? Kiyim bor ekan. Bitta. Tezroq jaraqshab. Yaxshi mollar bor ekan. Hattocha sarobashman mesdan chiqib ketibdi. Salom do'stlar bilan xullas, bugungi video roligimizda biz kimsasiz orolda paydo bo'ldik. Qo'limizdan keladimi yo'qmi? Buning uchun videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Lekin menimcha qo'limda chopolmayman. Sizga moslama kerak bironta. Bo'ldimi degandek. Qayerdasiz? Shu yerdaman, balki samolyotning kuni qaraymiz. To'g'ri. Menimcha yana suvga so'rang. Oy. Sardor, chiqib bo'lmayapti. Nima qilamiz? Ishni buzishga harakat qilib ko'rchi. Biz albatta harakat qilib ko'rdim. Lekin rostdan temir eshik bo'lsa. Unda bir kitob qum ko'lab qilishga harakat qilaman. Endi xo'sh, harakat qilishga bitta qilishga shunda yer o'tib ikkita qum ketyapti. Bitta qum olishim kerak. Chiqib bo'lgandan keyin xabar beraman. Nihoyat yo'l qilib oldim do'stlar. Juda ham qiyin bo'ldi. Voy xudoyim, yerda odamnikilar, skeletlari, bu yerda oyna ehtiyot bo'lishi kerak. Mana bu yerda menimcha hali ehtimolga qarshi narsalar bo'lsa kerak. Lekin qanday ochamiz? Nima qilyapsiz bu yerda, Sardor? Men shu eshitmayapti shekilli, uzoqda gapim. Lekin meni qonim, mana bu yerda dastak bor ekan, menimcha mana bu odamniki. Bu samolyotda nimadir bo'lsa kerak. Xo'sh, mana olib ham oldim. Qani qo'yamiz va endi ana u eshikni ham mashina ochsam bo'lar ekan. Yaxshi ochildi. Mana yerda, hoy Sardor, bu yerga keling, narsalar topdim. Sardor, yetib keldingizmi? Yetib keldim. Xo'sh, mana bu yerda narsalar bor ekan, qarang. Nima narsalar bor ekan? Xo'sh, qani ko'raylik. Bitta yotoq bilan narsalar bor ekan, rosta. Diqqatdasiz? Mana bu yerdaman. Sen ko'ryapsizmi? O'zing ko'rorchi. Xo'p. Xo'sh, qani ko'raylik. Bitta haligini ko'rdim. Narsa, ya'ni pechka va sakkiz kerak. To'la. Kelaverarkansiz, endi ko'ryapman-da. Xo'sh. Bu yerda damlamalar. O'rtamiz kasal bo'lib qolsak, yaxshi. Bitta ikkalamizga divan topildi, olamiz endi. Yaxshi. Men bo'lsam bitta divanga sig'ib yotamiz, deb o'ylashni boshladim. Yaxshi, hech qachon bunday bo'lmaydi, tushunib qo'ying.
Bu yerda ko'rdi, bu yerda tirik qolish ablahalar. Bazlarini men Karta başına beri olasanmı? mayli, endi yo'q. Hozir obunachilar bilan gaplashib kelay. Do'stlar, ana u Sardor eshitmasin, lekin menimga hozir prank qilib eng g'alati narsalar beraman. Mana bular eng g'alatisi. Hoy, nima deyapsan obunachilaringga? Hech bosh joki deyapman xolos-da. Nima ovozi bu? Qonunni voshya ochiq qolyapti. Sizga bunaqa narsa kerakmidi? Beraver. Nega menga eng g'alati narsalar? O'zi olayotgansiz shu. Voy, tezroq oling, kiyib oling. Lug'at bo'ladi, deb vashasi. Yolg'on. Yaxshi, ancha xavfsiz qilyapman. Ancha isyapti. Umuman olganda men avval qo'lchi bo'lganman. Har doim kiyimimni o'zgartirib turishim mumkin. O'shancha bilan olib kiyaman. Rahmat. Hozir men yana obunachilar bilan gaplashib ekansan-da. Do'stlar, menga prank qilaman. Nima deyapsan? Ketib jinnimisiz? Voy, qizim, ovqat bor ekan, asosiysi. Bulardan yemaymiz. Yaxshi, bu yerda salat, yaxshi va qaychi va bitta daraxt va kobus. Lekin biz okeanni qoq o'rtasida emasmiz. Mikrofonlarimiz juda ham katta. Shu yerda mashinalar, yorug'lik uchun va 5 ta bor. Bu yerda juda ham ko'p ovqatlar bor ekan. Aniq suv ham bor. Juda ham yaxshi. Endi biz dehqonchilik bilan shug'ullansak bo'ladi. Hech qachon yurib ketmaymiz. Keyin men hozir mana bu yerga ovqatlanib olay. Sizlarcha qoningiz ochmi? Yo'q, qilashimiz lekin men o'shani uxlab qolganman. Lekin to'ydi. Yo'sh. Endi nima qilamiz? Hozirchalikka daraxt sotamiz va mollarni o'ldiraylikmi yoki daraxt sotishimiz kerak. Masalan, hozir biz uy qurganmiz. Lekin hozircha mana bu kiyimka bilan men tosh qo'ya boshlaman-ku, lekin yerga pastga qo'yib ketaman. Kim bo'lsa, bola shu yoqqa bor ekan. Voy, Sardor, bu yoqqa keling, bu yerda hakam bor ekan. Bo'ldi, Sardor. O'zi bizni o'yinchi yaratgan, bu juda ham yaxshi. To'g'ri aytasiz, juda ham sevib. Shunday ko'raylikka bizdan
Eşitliğiniz mi? Oo, ham dediler. Bu nasıl bir? Nerede hemen? Ay düşler. Düştü. Bu yolda bir var. Ay sen de şimdi sen 18 buldum 18'di. Ay şimdi baba bütün zaman Sonra kapıyı ay diz o yolda bir var. Çekkereye var. Böyle kattasız yordam. Vay videolarımıza like basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. İltimas. Hayırda kaçadır kötü olarız belki. Lekin bir başı yordu. Çekkereye var. Dostlar. Mereka lekin beda ay